seriallardan, uy tashvishlaridan, ko'cha tashvishlaridan hammasini parcha etib berishni, parchasini menga bering. Bugun yana siz meni archam bo'lasiz. Siz meni archamsiz va siz uchun juda chiroyli o'yinchoqlar tayyorladim. Va birinchi o'yinchoq mana bunday go'zal balerina. Mana bu yubочкасini qarang. Qanday go'zal. Bu yerida bantiklari bor. Bu yerida marvarid. Mana bu bo'zani qarang, qanday qo'llari bilan chiroyli bo'lib turibdi. Juda nozik. Keling, bu o'yinchoqni mana bu yerga osib qo'yaman. Qani. Juda yaxshi. Hop. Ana. Shunaqa yarashdi. Go'zal. Keyingi o'yinchoq snishinkalar. Qor qismchalari. Buni qarang-da, qizil rangda, qizil va oq rangda. Sizga qaysi biri ko'proq yoqyapti? Qizil rang yoki oq? Qizil, oq, qaysi biri? Ikkalasi judayam chiroyli. Bularni bir dugonam uyda o'zi qilib sotadi. Keling, unda qizilini bu yerga osib qo'yaman, oqini esa bu yerga. Qizilidan boshlaymiz. Qizilidan. Qizilini bu yerga. Juda chiroyli. Go'zal. Ikkinchisini esa bu yerga osamiz. O'zim ham anchaga o'xshab qoldim. Hop. Juda chiroyli. Sizga qaysi biri ko'proq yoqdi? Oq yoki qizil? Bo'ldimas. Yo'q. Hali tugamadi. Yana bitta o'yinchoq. Mana bunday. Bu qorboboni hassasi yoki adashmasam shunaqa qandlar sotiladi-da, litsenziya qand. Shunaqa yargi o'yinchoqlarni yaxshi ko'raman. Sizlarchi qanaqa o'yinchoqlar? Qani buni bu yerga olsamiz, bu yerga. Qani. Go'zal, juda chiroyli. Juda yaxshi. Va oxirgi archa uchun, siz uchun o'yinchog'im. Bu bir hayvon sifatida o'yinchoq. Nima bo'ldi deysiz? Keyingi yil qanaqa yil? Kim biladi qanaqa yil? Qani siz ayting. Siz ayting, qanaqa yil keyingi yil? 2020
istasangiz yana turli o'yinchoqlar tayyorlab qo'yaman.